Endi o'zingiz unaqa oqlamang, men javob bering. Oqlamang, men javob bering. Oqlamang, men javob bering. Boshimdagi ro'mol bilan nima ishingiz bor sizning? Siz nimaga meni ro'molimga gapiryapsiz? Boshingizga ro'molingiz bor deyapman. Nima ishingiz bor ro'molim? Turimiz deyapman. Nima ishingiz bor ro'molim bilan? Tinglayapmiz. Alo. Nima ishingiz bor ro'molim bilan? Nima ishingiz bor sizning? Murojaatingiz bo'lsa bor, murojaat qilavering. Xo'p, nima ishingiz bor? Siz kimsiz meni ro'molim bilan aralashasiz? Qayta tanishtirmayman sizga kimligini. Qachon tanishtirdingiz menga o'zingiz? Nima qilasiz? Siz jim turing. Mayli, nima kerak? Ko'rsatasiz. Issiq yoqmay turibdi. Faxrinaga har doimgidek bizga kelganda keladi, chopib. Ro'molim biron og'irligi bormi sizga? Syomka qiling, sochlarim to'g'ri turibdi. Butun biletxonani to'ldiraman deyapti. Chiroyli ko'rinyapman. Bormi sizga? Syomka qiling, sochlarim to'g'ri Endi turibdi. deyapti, butun biletxonani to'ldiraman deyapti. Chiroyli ko'rinyapman. Shunaqa ishlaysizlarmi? Prezidentimizga hurmatlaring shumi sizlarda? Opa, boring, Xalq- turing. Nima qilasiz borib turmasam? Nima qilasiz borib turmasam? Hech narsa qilmayman. Nima qilasiz? Urasizmi? Nima uraman men? Opa, Prezidentimizga shuni hurmatingiz sizni. Xalqning ustidan kulish shumi sizni? Xalqning ustidan kul deb qo'ymagandir. Siz kulyapsiz men ustimdan. Siz men ustimdan kulyapsiz. Ro'molimni gapirasiz, o'tsangiz, qaytsangiz. opa. Siz aka nimaga aralashyapsiz siz? Nima qilasiz? Ijrochi bilan nima ishingiz bor Yo'q, sizni? joyga nima qilasiz? Yo, nima ishi bor buni meni ro'molim bilan? Nima dedi? Ha, boshingdagi ro'moling deb gapiryapti. O'tsa qaytsa boshingdagi nima ishi bor ro'moli bilan buni? Yo'q, aka, Nimaga O'zbekistonda prezidenti yangi O'zbekistonga asos soldilar? Nima boshiga ro'moli borlarni mana shunaqa kamsitinglar dedilarmi? Siz kamsityapsiz, o'tsangiz qaytsangiz meni ro'molimni gapiryapsiz. Dalil isbot. Bu yurist olib chiqdi, fuqarolarni talabi bilan olib chiqdi, davlat manfaati yo'q deb biz tushuntira olmagandik o'sha vaqtda. Hurmatli prezident janoblar, Biz yo'lda ustimizga nima uchun bu kishi o'rangan holatda davlat radosi yaratdi? nima qilish mumkin emas? Nima uchun bu kishi o'rangan holatda davlat radosi yaratdi? Nima uchun bu kishi o'rangan holatda davlat radosi yaratdi? Nima qilish mumkin emas? Nima qilish mumkin emas? Hozir o'zingizni ko'rsatyapsiz. O'rangan holda. O'rangan holda. O'zingizni ham ko'rsating. O'ranish mumkin emasmi? O'ranish mumkin emasmi? O'ranish mumkin emasmi? Bilmadim seni e'tiqoding nima? Men islom diniga e'tiqod qilaman. Musulmonman. Alhamdulillah musulmonman. Bilmadim sen ateizmga e'tiqod qilasanmi, xristian dinigami? Uni men bilmadim. Maylimi? Amalim seni qiziqtirmasin, sen meni haqorat qilma. Sen meni dinimga tahdid qilganing uchun qonun oldida javob berdirtiraman. Sen meni dinimga tahdid qildingmi, qonun oldida javob berasan. Ijrochi akamiz pochtadan jo'natgan ekanlar, lekin bizga yetib kelmagan bu pochta orqali. Lekin mana bugun 2026-yilda 8-iyul holatida bizga qo'llaridan yana bir nusxa beryaptilar. Aka, ismlaringiz kim edi? Onangizni sog'lig'ini ishlasin. Shunacha aytyapman. Shu 1 metr, 2 metr yer. Xo'p, biz pochtadan olmagan bo'lsa qayta murojaat qilish imkonini bermaysizmi shunda? Aka, siz nima vazifada ishlaysiz? Siz ko'p savol javob qilyapsiz, men. Men savol javob qilmayman. Yo, ayting, tanishtiring, siz kimsiz? Begonamisiz? Grajdanskiy kiyimda turibsiz. Siz tanimayapman. Kimsiz tanishtiring o'zingizni? Men tanishtirib bo'lganman, opa. Yo, menga tanishtiring. Janjallar joyida. Yo, kimsiz? Fuqaromisiz? Xodimman men, majburiy ijroda. Nima vazifada ishlaysiz? Sizning familiyangiz nima? Bular ijrochi ekan, bizga taalluqli odam ekan. Siz kimsiz? Siz ham taalluqli odammisiz? Borasiz, tekshirib olasiz, opa. So'rab surishtirib olasiz. Ha, demak siz o'zingizni tanishtirmaysiz. Yo'q. Tanishtirdi opa boya. Yo, men tanimayapman-da, men so'rayapman. Bular men bilan savol javob qilyaptilar. Savol Gapirgan yo'q, siz o'zingiz gapiring. kimsiz, yashaysizmi, yo'qmi deb. Bo'ldi, jim. Ijrochilar, hurmatli prezident, ijrochi ekanlar, lekin o'zim tanishtirdim. Bular haqiqatan bizga tegishli ijro harakatida ishlar ekanlar. Kelishmaysizlarmi bunisiz? kelishmayapti o'zlari. Kim kelishmayapti? Ular kelishmayapti. Siz borganingiz yo'q, kelishaman deb. Sud qarori nechinchi yil chiqqan aka? Sud qarori nechinchi? Bilasizku qachon chiqqanini? Yo, siz ayting menga nechinchi yil chiqqan? Nimaga bizni unaqa kalaka qilyapsiz? Kim sizni kalaka qilyapti? Sud qarori nechinchi yil O'qib chiqqan? ko'rdingizku o'zingiz bilasizku. Men o'qiganim yo'q aka. Ha? Siz harakat olib kelyapsiz-ku, nechinchi yillik qaror bo'yicha harakat olib boryapsiz. Tushuncha bering. Mishay Mardanov, Ashuralini ishonchli vakili Abdiva Nargizaman. Hozir kelyapti. Namoyishim kelyapti hozir.
Mana hurmatli prezident puli sovliga ham javob berishmaydi. Nechinchi yildi. Endi o'zingiz unaqa oqlamang, men javob bering. Boshimdagi ro'mol bilan nima ishingiz bor sizni? Siz nimaga meni ro'molimga gapiryapsiz? Boshingizga ro'molingiz bor deyapman. Nima ishingiz bor ro'molim? Turibmiz deyapman. Nima ishingiz bor Gapingizni ro'molim bilan? tinglayapmiz. Nima ishingiz bor ro'molim bilan? Nima ishingiz bor sizni? Murojaatingiz bo'lsa bor, murojaat qilavering. Xo'p, nima ishingiz bor? Siz kimsiz meni ro'molim bilan aralashasiz? Qayta tanishtirmayman sizga kimligini. Qachon tanishtirdingiz menga o'zingiz? Voy, nima qilasiz? Siz jim turing. Mayli, nima kerak? Barcha tasdiqlaymiz. Issiq yoqmaydi. Faxrinaga har doimgidek bizga kelganda keladi, chopib. Ro'molim biron og'irligi bormi Yaxshilab sizga? syomka qiling, sochlarim to'g'ri Endi turibdi. yapti, butun biletxonani to'ldiraman deyapti. Chiroyli ko'rinyapman. Shunaqa ishlaysizlarmi? Prezidentimizga hurmatlaring shumi sizlarda? Opa, boring, Xalq- narsa turing. Nima qilasiz borib turmasam? Nima qilasiz borib turmasam? Hech narsa qilmayman. Nima qilasiz? Urasizmi? Nima uraman men? Opa, Prezidentimizga shumi hurmatingiz sizni? Xalqni ustidan kulish shumi sizni? Xalqni ustidan kul deb qo'ymagandir. Siz kulyapsiz meni ustimdan. Siz meni ustimdan kulyapsiz. Ro'molimni gapirasiz, o'tsangiz, qaytsangiz. opa. Siz aka nimaga aralashyapsiz siz? Nima qilasiz? Ijrochi bilan nima ishingiz bor Yo'q, sizni? joyda nima qilasiz? Yo, nima ishi bor buni meni ro'molim bilan? Nima dedi? Ha, boshingdagi ro'moling deb gapiryapti. O'tsa qaytsa boshingdagi nima ishi bor ro'moli bilan buni? Yo'q, aka, Nimaga O'zbekistonda prezidenti yangi O'zbekistonga asos soldilar? Nima boshiga ro'moli borlarni mana shunaqa kamsitinglar dedilarmi? Kamsityapsiz. Siz kamsityapsiz, o'tsangiz qaytsangiz meni ro'molimni gapiryapsiz. Dalil isbot. Ana hujjat qani? Bunisi. Hammasi mana shu yerga o'tib maslahatlashyapti. Keling opa, keling. Soyada turibmiz-da. 40 gradus tashqarida. Hamma shu xonadonda. Mayli, bering. Da'vogarlar bilan ham. Bering telefonni. Da'vogarlar bilan ham. Bu davlat manfaati uchun ochilgan joy gen plan bo'yicha, lekin bu aslida fuqarolar manfaati uchunligi o'rtaga chiqdi. Hurmatli prezident, Bugun men mana shu qog'ozni oldim ijrodan. sana Bilan to'g'ri. bugun yil bilan sanani aytib bor. Bugun 8-iyul 2026-yil. Ha, bugun ijro harakatiga kelgan. Hozir qo'ldagi ma'ni oldik. Pochtadan jo'natganman degan, lekin pochtadan kelmagan. Hozir olib fuqarolik ishlari bo'yicha Denov sudiga ketyapmiz.
Trampovka qilingan, hurmatli prezident. Mana shu yo'l talab qilib, tog'onni yerini ochirgan insonlarni xonadoniga kirib boruvchi yo'l. Mana shu katta trassadan mana bemalol foydalanish huquqi bor yo'l. Mana hurmatli prezident kelib bugun majburiy ijro kelib mamnun qilib tekislab ochib tashlashgan. Bu yerdan shundoq chiqish kerak yo'l ekan. U joyda ham yo'l bor, bu joydan ham yo'l bor deb bugun mana sudga berish uchun ketganimizda mana shunaqa harakatlarni boshlashgan. Mana qilib bizga sudga berish imkoniyatini umuman berishmadi. Mana kelib mamnun qilib ochishgan. Mana bir insonni hovlisini o'rtasidan kelib buzib ochib tashlashyapti. Albatta shaxsiy manfaatdorlik kuchli bu yerda. Bu insonni ekib tekkan daraxtlarini kesib tashlab, daraxtlar hammasini kesishgan. Kesib tashlashgan. Bu yerda qancha davlat manfaatidagi joylar bor. Kelib shunaqa qilib ochib tashlashgan. Sudga berish imkoniyati kelishuv xulosalari umuman inobatga olinmadi. Mana bu yerda biz juda ko'p syomkaga olganmiz, hurmatli prezident. Bu mahalliy hokimiyatda ishlovchi hokimni yordamchisini qaynotasini joyi. Bularga bunaqa bashnini hududlarini egallash mumkin. Noqonuniy qurilishlar qilish bularga mumkin. Bularning hammasiga mumkin. Bizda genplan bo'yicha olib chiqqanda mana ro'paradagi uy genplan ustiga tushgandi. Bular umuman mumkin emas deyilgandi. Endi hozir kunda bularga hujjat qilib berishibdi. Lekin bu joyi tepasida ham yo'l bor. Hurmatli prezident, genplan bo'yicha sud jarayoni bo'lganda mana bu ikkita xonadon ham qizil chiziqqa edi, plan bo'yicha tushganda. Mana bu joylar hammasi qizil chiziqqa edi. Hozir bu ikkita xonadon ham hujjat qilib berilgan. Biz eshitishimizga qaraganda, lekin bizning sud jarayonimizda bular hammasi buzilishda edi. Asosan Samandar aka ismli akani uylari bu joy. Bular ham qizilga tushgandi. Bular hammasiga hozir hujjat mumkin. Biz bu ko'chani boshini syomka qildik hozir. Videomizni boshida mana shu ko'cha chiqib boruvchi yo'li. Mana da'vogar xonadonlar ko'chaning ustiga chiqishgan. Bu genplan bo'yicha ochildi hozir. Lekin hali genplan yo'q. Bu joyda juda ham ko'p noqonuniy hujjatlar bor. Hurmatli prezident, shaxsiy manfaatdorlik yo'lida hozir noqonuniy hujjatlar qilishgan. Mana bu joy ham davlat manfaatidagi joy. Bu joylarda hujjat bo'lmasa ham davlat manfaatiga ochilmaydi.
Mana bugun 2026-yilni 8-iyul sanasida majburiy ijro xodimlariga qayta sudga beramiz biz degan vajlarni keltirdik. Bugun talabnoma olganmiz ijrodan. Bugun talabnoma berishib, bugunda o'zidayoq buzib tashlashdi. Shundoq qilib, ana Samandar akani ayollari bu oila bilan hamnafas. Mana Kemplandiya bular yo'lda ustida hammasi. Hammasini uyi yo'lda ustida, mana shu yo'lda ustida turibdi mana bu uylar. Lekin shularning davosi bilan bu joy buzilyapti, hurmatli prezident. Mana hurmatli prezident sherdan shundoq kirib kelsa, mana bu bashni, mana bashniga kiruvchi mana yo'l, tayyor yo'l turibdi. Buni mahalliy hokimning yordamchisini qaynotasi egallab olganligi sababli bu joyni yopib, tog'amni uylaridan joy ochib berishyapti. Mana shu yo'l kelib turibdi. Mana to'g'riga qurilgan bino shu mahalliy hokimiyatda ishlovchi insonni qaynotasini joyi. Ularga qaynotasiga joy qilib berishyapti. Mana yo'l. Mana shu yo'lda ham ochib qo'ysa, bemalol aholi kirib chiqib, yo'l o'zi aslida sherdan kelib chiqib ketish kerak bo'lgan. Lekin tog'amda uy joyini buzib, uylarini, mulklarini buzib, ochishni ma'qul topishdi. Mana yo'l. Mana shu to'g'ridan kirib kelsa bo'ladi o'sha yo'l. Mana. Surxondaryoda adolat, haqiqat yo'q.